Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda MetaTrader 5 bo'yicha videomiz davom bo'ladi. Ya'ni o'tgan safar videomiz juda ham cho'zilib ketganligi uchun to'xtatib qo'ygandim. Bugun shuni davomini qilamiz. Xo'p, qisqa lo'nda ko'proq ma'lumot berishga harakat qilaman. Bo'lmasa boshladik. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz mana bu tepadagi yozuvlarning ichida nimalar borligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi faylni ustiga bosadigan bo'lsak, Novi grafik, ya'ni mana bu instrumentlarni ustiga bosadigan bo'lsam, mana bu chartga o'tib qoladi. Xo'p, keyingisi открыть удаление. Ya'ni mana bu chartni udaytib ko'radigan bo'lsam, shuni qaytadan ochib beradi. Keyingisi profil. Profilda bizga boshida 4 ta oynacha chiqarib bergandi. Aynan shu 4 ta oynachani boshqatdan noldan chiqarib beradi. Ya'ni следующийni ustiga bosadigan bo'lsangiz, 4 ta oynacha chiqarib beradi. Bu 4 ta oynachada xohlagan instrumentlarni qo'yib olishingiz mumkin. Narigi profilingizga tegmagan holatda xohlasangiz aksiyalarni qo'yib olishingiz mumkin. Xohlasangiz kriptovalyutalarni qo'yib olishingiz mumkin. Interfeyslarini, grafiklarini noldan qilishingiz mumkin. Narigi profilingizga tegmagan holatda. Ya'ni bunda faqat aksiyalarni qo'yib olishingiz mumkin. Narigida faqat valyuta juftliklarini qo'yib olishingiz mumkin. Xohlasangiz profildan следующийni pastdagini bosadigan bo'lsangiz, yana o'sha profilingizga qaytib qolasiz. Keyingisi zakrit, mana bu chartlarni zakrit ko'radi. Keyingisi сохранить, mana bu interfeyslarni to'g'rilaydigan bo'lsangiz, сохранить qilib qoladi. Keyingisi сохранить как рисунок. Unda rasm holatda saqlab qoladi. Keyingisi открыть katalog данных. Bu yerda robotga tegishli papka. Xo'p, keyingisi pechat, bu narsalar kerak emas. Xo'p, mana bu joyda открыть счет bor ekan. Buni ustiga bosadigan bo'lsak, boshidagi oyna ochilib qoladi. Bu yerdan o'ziga kerakli bo'lgan brokerning akkauntlarini qo'shishingiz mumkin. Xo'p, keyingilari ham xuddi shunaqa подключиться с торговым счетом. Ya'ni akkauntlarni qo'shishingiz mumkin. Xo'p, keyingilari kerak emas. Xo'p, keyingisi bitni ichiga kiradigan bo'lsak, bu yerdan tilni o'zgartirib olishimiz mumkin ekan. Xo'p, o'zimizga kerakli tilni tanlab, MetaTrader 5 ni o'sha tilga moslashtirib olishimiz mumkin ekan. Xo'p, bu yerda mana ingliz tili bor ekan, koreys tili, yapon tili, o'ziga qulay tilni tanlab bemalol o'zgartirib olishingiz mumkin. Xo'p, eng pastdagi mana qora strelkani ezadigan bo'lsangiz, yana tillar kelib chiqadi. Bu yerda mana o'zbekcha ham bor ekan. Xo'p, keyingisi tema, ya'ni mana bu chartga aloqasi yo'q. Mana bu oynachalarni bemalol boshqa rangga aylantirib olishingiz mumkin, ya'ni oq rang qilib olishingiz mumkin ekan. Agar bu narsa yoqmayotgan bo'lsa, bemalol yana o'sha narsani bosib, sistemnaga yoki bo'lmasam temnaga o'zgartirib olishingiz mumkin. Xo'p, pastdagi narsalar mana bu interfeysda ham bor. Mishkani o'ng tarafini ezadigan bo'lsangiz, bu narsalar chiqib keladi. Bu narsalarni ham hozir aytib o'tib ketaman. Xo'p, keyingisi vstavkani ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerdan indikatorlarni topishimiz mumkin. O'zimizga kerakli bo'lgan indikatorni topib, shu yerdan chartga o'tkazishimiz mumkin. Xo'p, mana bu eng pastdagi qora strelkani bosadigan bo'lsak, yana indikatorlar kelib chiqadi. Mana bu joyda RSI bor ekan. Shuni ustiga bosadigan bo'lsak, mana RSI kelib chiqdi. Xo'p, yana bitta narsani aytib o'tib ketay. Agar mana bu indikatorlarni o'chirmoqchi bo'lsangiz, mishkani o'ng tarafini ezib, aynan indikatorni pastidan mishkani o'ng tarafini ezib, удалить indikator qilishingiz mumkin. Lekin mana bu indikatordan tepada mishkani o'ng tarafini bosadigan bo'lsangiz, bu yerda удалить okna indikator chiqmaydi. Shuning uchun doim indikatorni pastidan mishkani o'ng tarafini ezib, udalить qilib olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, yana bir ikkita usullar bor. Vaqtimiz yetib qolsa, keyingilarni ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, keyingisi obyektiv. Obyektivda mana bu chartlarni, grafiklarni analiz qilish uchun kerak bo'ladigan liniyalarni, kanallarni, Fibonaccilarni shu yerdan topishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi eksperti bilan skripti. Bu yerda robotlar uchun kerak bo'ladigan narsalar, shuning uchun bizga bu narsalar kerak emas. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Xo'p, keyingisi grafik. Grafikni ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerda mishkani o'ng tarafini bosadigan hamma narsa bor. Shuning uchun grafikda ham bizga kerakli hozircha narsa yo'q. Xo'p, keyingisi servis. Servisda ham bizga hozircha kerakli narsa yo'q. Ya'ni новый order ham mana bu interfeysda bor. Shuning uchun bizga kerak emas. Xo'p, keyingisi okno. Oknoni xohlasangiz 2 ta qilib olishingiz mumkin ekan bu yerda. Xohlasangiz 4 ta qilib olishingiz mumkin. Xo'p, bu narsa ham bizga kerak emas. Shuning uchun xo'p, spravkaga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ham bizga kerakli narsa yo'q. Shuning uchun keyingisiga o'tamiz. Xo'p, keyingi ko'rib chiqadigan narsalarimiz mana bu tepadagi narsalar. Ichiga birma-bir kirib, hammasini
birma-bir tekshirib, ko'rib, nima bor, nima yo'qligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, tepada mana bu narsalar kerak emas dedim. Mana bu interfeysda bo'lganligi uchun qaytadan kirib yurmaylik degan maqsadda aytdim. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Birinchisi mana bu valyuta juftliklarini tanlab, mana bu chartga o'tkazib olishingiz mumkin. Xo'p, ikkinchisi bu yerdan boshda aytganimdek profilingizni o'zgartirib olishingiz uchun kerak bo'ladigan narsa. Xo'p, следующийni bosadigan bo'lsangiz, boshqa profilingizga o'tasiz. Mana bu pastdagini bosadigan bo'lsangiz, yana mana bu profilingizga qaytasiz. Сохранить. Mana bu rasm holatda udalить qilib olishingiz uchun. Xo'p, bular valyuta juftliklari, yana bir qator narsalar. Mana bu dollar belgisini ustiga bosadigan bo'lsangiz, mana bu oynacha ochiladi va brokeringiz taqdim etayotgan kriptovalyuta, indekslar, aksiyalarni shu yerdan qo'shishingiz mumkin. Ya'ni mana bu joydan добавить qilib olardik. Endi mana bu joydan ham qo'shib olishingiz mumkin. Ya'ni mana bu joyda chiqmasa, shu dollarning ustiga bosib turib, mana bu joydan o'zingizga kerak bo'lgan valyuta juftliklarini yoki bo'lmasa aksiyalarni, indekslarni shu yerdan topib olishingiz mumkin. Birortasini ustiga bosib ko'rsatib beraman. Mana bu narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, показать symbol ustiga bosib turib, o'qitib bosadigan bo'lsangiz, mana bu joyga o'tib qoldi mana. Xo'p, ko'rishingiz mumkin mana. Xo'p, keyingisi ide bu yerdan robotlarni testerdan o'tkazib, test qiladigan joy. Xo'p, ustiga bosib ko'rsatib beraman. Mana bunaqangi kodlarni yozib, robotlarni yaratishingiz uchun kerak bo'ladigan joy. Xo'p, bu narsa hozir bizga kerak emas. Xo'p, keyingisi market, ya'ni robotlar sotiladigan market. Xo'p, bu narsa ham bizga kerak emas. Xo'p, keyingisi bulut, bu VPS uchun kerak bo'lgan narsa, bu registratsiya uchun kerak bo'ladigan narsa. Xo'p, bu algo trading, robotingizni pauza qilib play qiladigan narsa. Xo'p, keyingisi новый order, bu yerdan buy yoki sell ochishingiz uchun kerak bo'ladigan narsa. Qisqa qilib aytganda, xo'p, bu yerda mana lotingizni belgilaysiz, obyemingizni, xo'p, pastda stop loss, pastda take profit. Xo'p, shularni belgilab buy yoki sell olasiz. Xo'p, mana bu joyda order limit yoki bo'lmasa order stop olishingiz mumkin. Xo'p, order stop limit bu ozgina murakkabroq va ko'pchilik ishlatmaydi. Xo'p, bitta narsani aytib o'tib ketay. Mana bu joyga yaxshilab e'tibor berishingizni so'rab qolaman, chunki mana bu joyda boshqa valyuta juftligini yoki bo'lmasa boshqa instrumentni analiz qilgan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun ikkalasini bir xil qilib buy yoki sell olishingizni maslahat beraman. Chunki mana bu joyga yaxshilab e'tibor bermasangiz, boshqa valyuta juftligida yoki bo'lmasa boshqa instrumentda ochilib ketib qolishligi mumkin сделкangiz. Lutchi mana bu joydan buy yoki sell ochishingizni maslahat beraman. Xo'p, keyingisi mana bu yaponskiy switchlarni mana bu joydan o'zgartirib olishingiz mumkin. Ya'ni bar qilib olishingiz mumkin yoki bo'lmasa liniya qilib olishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi mana bu plus va minus, bu narsa zoom, ya'ni lupa. Trading viewda mishkani o'rtadagisini aylantiradigan bo'lsangiz yaqinlashib uzoqlashadi, lekin MetaTrader 5 da unaqa emas. O'rtadagisini aylantiradigan bo'lsangiz mishkani, bu o'ng tarafdan chap tarafga yurib beradi xolos. Shuning uchun mana bu lupa kerak bo'ladi bizga. Plusni bosadigan bo'lsangiz yaqinlashadi, minusni bosadigan bo'lsangiz uzoqlashadi. Xo'p, keyingisi mozaika. Mozaikani ustiga bosadigan bo'lsangiz, mana bu oynachalar to'rtta bo'lib qoladi. Xo'p, keyingisi mana bu narsa. Bu narsani ustiga bosadigan bo'lsangiz, boshda aytganimdek, grafik faqat o'ng tarafdan boshlanadi. Shuning uchun doim mana buni o'ng tarafdagisini belgilab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi rasm holatda saqlaydigan narsa. Xo'p, keyingisi mishka. Xo'p, keyingisi mana bu foizlarini o'lchaydigan narsa. Siz tarafga qancha harakat qildi, qancha yurdi, necha foiz yurdi, shuni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi mana bu obyektlar, ya'ni trend liniyalar, Fibonaccilar. Xo'p, hammasini birma-bir ko'rib chiqadigan bo'lsak, video juda ham cho'zilib ketar ekan, shuning uchun bir ikkitasini ko'rsatib beraman. Xo'p, mana bu narsa qaysidir davrni topish uchun kerak bo'ladigan narsa. Keyingisi gorizontal liniya. Xo'p, keyingisi trend liniya. Xo'p, mana bu narsalarni men boshda o'chira olmasdan juda ham qiynalganman, shuning uchun ko'rsatib beraman. Xo'p, mana bu tepadagi oq nuqtaga mishkani o'ng tarafini ezadigan bo'lsangiz, udalit kelib chiqadi va o'chirib yuborishingiz mumkin. Agar hammasini o'chirmoqchi bo'lsangiz, klaviaturadan delete ezadigan bo'lsangiz, hammasi o'chib ketadi. Agar mana bu qizil yoqmayotgan bo'lsa, mishkani o'ng tarafini ezib, aynan mana bu joyga emas, aynan oq nuqtaga bosasiz. Mishkani o'ng tarafini ezadigan bo'lsangiz, mana bu svoystodan o'zingizga kerakli bo'lgan rangni tanlab,
bemalol o'zgartirib olishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa mana bu joydan mana bu qizil liniyani qalinroq qilib olishingiz mumkin. Mana yashilga aylanib qoldi. Mabodo mana bu obyektlar qatoridan o'ziga kerakli bo'lgan trend liniyani yoki bo'lmasam Fibonacci topa olmayotgan bo'lsangiz, istalgan obyektning ustiga mishkani o'ng tarafini ezib, nastroykaga o'tadigan bo'lsangiz, mana shu joydan topishingiz mumkin. Xo'p, bu narsalarni bu yoqqa ko'chirib olish uchun shu narsani belgilab, добавить ustiga bosadigan bo'lsangiz, bu narsa mana bu joyga qo'shilib qoladi. Agar bu narsa kerak emas bo'lsa, yana shuni belgilab, udalitga bosadigan bo'lsangiz, udalit bo'lib ketadi. Keyingisi mana buni ustiga bosadigan bo'lsangiz, mana bunaqangi stikerlar chiqadi. Xo'p, buni ustiga bosasiz, xohlagan joyingizga belgilab, mishkani o'ng tarafini ezib, svойствоdan bemalol katta qilib olishingiz mumkin. Mana, rangini ham o'zgartirib olishingiz mumkin. Svойство mana bu joydan xohlasangiz qizil, xohlasangiz oq qilib olishingiz mumkin. Mana. Hop, keyingisi time frame'lar. Time frame'larni ko'pchilik tushunsa kerak, shuning uchun mana bu oynachalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni instrumentlar qatorini, navigatorni va targovlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni demoqchimanki, mabodo tasodifan shu oynachalar yo'q bo'lib qoladigan bo'lsa, ya'ni o'chib ketib qoladigan bo'lsa, qanday topishni ko'rsatib bermoqchiman. Hop, X bosamiz. Hop, mana o'chirib yubordik. Kelinglar, endi targovlarni ham o'chirib yuboramiz. Hop, X ko'ramiz va endi eng oson usuli klaviaturadan Ctrl M ni bosadigan bo'lsangiz, ya'ni M tugmachasini bosadigan bo'lsangiz, mana simbollar oynasi, ya'ni instrumentlar qatori kelib chiqadi. Endi klaviaturadan Ctrl N ni bosadigan bo'lsangiz, mana navigator kelib chiqadi. Ana endi Ctrl T ni bosadigan bo'lsangiz, targovlar kelib chiqadi. Va bu narsalarni aytib o'tishim sababi men ham boshida X ga borib, keyin topa olmay qo'yganman. Shuning uchun shunchaki ma'lumot sifatida berib o'tib ketyapman. Hop, ana endi mana bu navigatorni va simbollar, ya'ni instrumentlar qatorini xohlagan joyingizga qo'yib olishingiz mumkin. Ya'ni mana bu joyga mishkani olib kelib, mishkani chap tarafini 2 marta bosadigan bo'lsangiz, mana bunaqangi o'zgarib qoladi. Va buni xohlagan joyingizga qo'yib olishingiz mumkin. Mana bu strelkaga yaxshilab e'tibor berib, keyin qo'yishingizni maslahat beraman. Chunki mana bunaqangi ko'k narsa chiqib qoldimi, ana shu joyga moslashib qo'yilib qoladi. Xo'p, mana bu oynachalarda ham xuddi shunaqa. Mana bunaqangi ko'k narsa chiqib qoladi va aynan shu joyga qo'yilib qoladi. Xo'p, endi mana bu narsani bosadigan bo'lsam, mishkani qo'yib yuboradigan bo'lsam, chat tarafini aynan shu joyga qo'yilib qoladi. Mana. Xo'p, navigatorni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerdan faqat shot kerak bo'ladi xolos. Ya'ni bu yerga mishkani o'ng tarafini bosadigan bo'lsangiz, mana bunaqangi открыть shot degan narsa kelib chiqadi. Buni ustiga bosadigan bo'lsak, boshidagi oynachaga yana chiqib qolamiz. Shu yerdan brokerlarimiz akkauntlarini bemalol ulashimiz mumkin. Xo'p, qolgan narsalari robotlar uchun kerak bo'ladigan narsa. Xo'p, endi targovlarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda bizda savdo qilgan istoriyalarimizni, jurnallarimizni ko'rsak bo'ladi. Xo'p, mana bu joyga istoriyaga bosadigan bo'lsak, men kirib chiqqan savdo tariximni ko'rib chiqishim mumkin. Xo'p, targovlarda yangiliklar ham bor. Kalendarlarni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana bu kompaniyadan xohlasangiz brokeringiz akkauntlarini bemalol ulab olishingiz mumkin. Xo'p, ana endi mana bu buy va sell ni ko'rib chiqamiz. Xo'p, buy bilan sell ochish juda ham oson, ya'ni mana bu joyda buy ni bossangiz buy pozitsiyasi ochiladi, sell ni bossangiz sell pozitsiyasi ochiladi. Xo'p, mana bu joydan bozorga kiradigan obyemingizni, lotingizni belgilaysiz. Xo'p, mana bu narsa yo'qolib qoladigan bo'lsa, mana bu joydan topib olishingiz mumkin. Xo'p, mabodo bozorda sell limit bilan buy limit ochmoqchi bo'lsangiz, aynan mana bu narx harakat qilayotgan chiziqni pastida mishkani o'ng tarafini bosadigan bo'lsangiz, bemalol buy limit qo'yib olishingiz mumkin. Mana bu chiziqdan tepada mishkani o'ng tarafini bosadigan bo'lsangiz, sell limit ochishingiz mumkin. Keyinlar shunchaki pozitsiya ochib, uni take profitini va stop losslarni qo'yib ko'rsatib beraman. Xo'p, mana buy olib ko'rdim va mana bu yashil narsa paydo bo'lib qoldi. Shuni ustiga mishkani chap tarafini olib kelib, pastga qiladigan bo'lsak,
stop loss qo'yiladi. Tepaga qiladigan bo'lsak, take profit qo'yiladi. Xo'p, mana stop loss qo'yildi. Endi take profit qo'yib olamiz. Mana stop loss bilan take profit qo'yildi. Xo'p, kelinglar endi sell limit bilan buy limit qo'yib ko'ramiz. Mana bu mishkani siz xohlagan narxingizni ustiga bosib olib kelib, mishkani o'ng tarafini ezadigan bo'lsangiz, aynan mishkani ezgan joyingizdan sell limit olinadi. Mana bu joydan buy limit qo'ymoqchi bo'lsam, bosadigan bo'lsam, mana aynan men belgilagan joydan buy limit ochdi. Endi buni xohlagan joyimga qo'yishim mumkin, surib qo'yishim mumkin. Xo'p, bularni ham stop losslarni, take profitlarini qo'yib ishlashimiz mumkin. Xo'p, endi mana bu buy limit bilan sell limitda take profit va stop losslarni qo'yish uchun mishkani olib kelib, o'ng tarafini ezadigan bo'lsangiz, mana bu izminit chiqadi va mana shu joydan stop loss bilan take profitlarni shu yerdan qo'yishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa mana bu historiyadan mana bu stop loss bilan take profitni qo'yishingiz mumkin. Ya'ni mana shu joyga mishkani olib kelib turib, 2 marta bosadigan bo'lsangiz, yana shunaqa oyna chiqadi va shu yerdan stop loss bilan take profitlarni qo'yib olishingiz mumkin. Endi eng so'nggisi buy stop bilan sell stopni ko'rib chiqamiz. Bo'lmasa birinchi buy stopni ko'rib chiqamiz. Mabodo siz mana bu joyga buy stop qo'yadigan bo'lsangiz, narx shu joyga kelgandan keyin mana bu limitingiz buy bo'lib ochiladi. Va mana bu narxdan pastga sell stop qo'yadigan bo'lsangiz, narx shu joyga kelgandan keyin mana bu limitingiz sell bo'lib ochiladi. Buy limit bilan sell limit farqi, buy stopda buy ochiladi, sell stopda sell ochiladi. Sell limit bilan buy limit farqi, buy limit pastda bo'ladi, sell limit tepada bo'ladi. Narx shu joyga kelgandan keyin agar mana bu joyda sell limit qo'ygan bo'lsangiz, sellga ochiladi. Buy stop qo'yadigan bo'lsangiz, buyga ochilib ketadi. Asosiy farqi shunda. Xo'p do'stlar, MetaTrader 5 bo'yicha videomiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar biror joyda xato qilgan bo'lsam yoki tushunmayotgan narsangiz bo'lsa, bemalol kommentariyada fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Xo'p, keyingi video roligimizda ko'rishguncha xayr. Kanalga obuna bo'lishni unutmang va like bosishni unutmang.